SPF ishlatishdagi top 5 ta xato. Keling shu haqida gaplashamiz. Aniq bilaman, siz buni bilmasligingiz mumkin va men sizga videoning oxirida buni ko'rsataman. SPF surishda 2 barmoq qoidasiga rioya qilmaslik. Hozir aytishingiz mumkin, 2 barmoq juda ham ko'p deb. Yo'q, aslida SPF bo'yin, quloq va polniy yuz bo'ylab surilsa, mana shu 2 barmoq bemalol yetadi. SPF ni kun davomida bir marta surib, men 100lik surdim, men 90lik surdim deb kun davomida yurishlik. Aslida olganda qancha miqdori katta bo'lsa ham har 2 soat SPF ni yangilash bu eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. BB krem yoki tonalinglarning tarkibidagi SPF ga ishonishlik. Ya'ni ular meni yuzimni himoya qiladi, bo'ldi, SPF kerak emas deyishlik. Aslida bu noto'g'ri. Albatta ulardan oldin SPF surish kerak. Ular sizning yuzingizni to'laqonli quyoshdan himoya qiladi. Kechqurun SPF bilan uxlab qolishlik. Men tonalni surmadim-ku, SPF hech narsa qilmaydi deb o'ylashadi, lekin aslida SPF ham plyonka hosil qiladi va uni albatta tozalab, keyin uyquga yotish kerak. Bitta SPF ni har qanday teri uchun ishlatishlik. Agar u SPF yaxshi bo'lsa, bu mumkin, lekin ayrim holatlarda yog'li yuz uchun, quruq yuz uchun, ta'sirchan yuz uchun aynan mo'ljallangan SPF lardan foydalanishlik kerak. Bu o'z navbatida yuzingizni qurib ketmasligini, haddan ziyod yog'lanmasligini va qizarib ketmasligini oldini oladi. Xo'sh, sizchi SPF larni to'g'ri ishlatyapsizmi? Kommentariyada sizning izohlaringizni kutib qolaman.